Endi har bitta ish noldan boshlanadi, to'g'ri gapingiz. Xo'p, endi hali yangi qiziqqan ustalar qanaqa boshlayman ekan deydi, nimadan boshlanadi? Misol men ham ko'rmaganman, qanday qilisharikni bitgan holatini ko'rganmiz xolos. Shu buning uchun birinchi o'rinda kosasi kerak bo'ladi. Kosa deyiladi. Ya'ni bu kosa deyiladi, ya'ni razmerlar aniq bo'lgandan keyin kosalar kesiladi. Bu kosasi bo'ladi. Shu kesilib, mana bunaqa ramka holatda bo'ladi. Mana bunaqa ramka holatda qilinadi. Shu qilinadi. Ramka qilingandan keyin buni endi o'zi dizayni qilinadi, o'zi boshida shu dizaynga qarab keyin bo'linadi o'rtalari. O'rtalari yana bo'lishlari manaqa o'rta profilimiz deydi. O'rta. Ya'ni mana bu narsam endi shu o'rta profilimiz deydi. Shunga o'xshab mana bu bo'linish jarayoni, bu derazamiz mana tayyor bo'lingan holati. Tayyor bitgan holati. O'sha o'rtalari bo'lib bitgan holati. Etapma-etap jarayon ketaverar ekan-da, nimaga? Keyin bu holatga kelgandan keyin deylik kimlardir ikkita tarafida ochiladigan qiladi, kimlardir o'rta tarafida. Hozir bu derazamizda o'rtasi ochiladigan bo'ladi. O'rtasi ochiladigan derazamizga qanot kesiladi. Qanotimiz bunaqa holatda bo'ladi. Bunga qanotlar kesilib, bu ham ramka qilinib, xuddi kosaga o'xshab, chekkasiga o'xshab ramka qilinadi-da, keyin bunga o'zini o'kinnisi, ya'ni ruchkasi, petlasi, oshimoqlari qo'yiladi. Keyin bu yerga qo'yilib, qo'yilgan mana o'rtaga razmerlar chizilib, shu yerdan frezer orqali teshiladi-da, keyin qatirilgandan keyin shu mana shunday holatda ochilib yopilaveradi. Keyingi holati, bular bitgandan keyingi holati oynalarni ushlab turadigan shtabik deyiladi. Bir qavat oynalar uchun shtabik boshqacharoq, ikki qavat oynalar uchun shtabik boshqacharoq holatda kesiladi. Tushunarli. Ahrorbek oshna, endi mana bu yerda turli xil materiallar bor ekan, ya'ni profillar, plastmassalar, shularni svetlari, narxlari haqida ham bir tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, endi asosiy qiziq joyida klientlar uchun, o'zi kuzatayotgan odamlar uchun. Xo'p, bunimiz alyumin, ya'ni hamma bilgan o'sha jigarrang deyishib qo'yadi-yu. Jigarrang, eng samimiy populyarni nima? Jigarrang alyumin profilimiz Akfaniki. Akfa profili. Bu shu Akfani Mokko profili. Mokko, bu yangi chiqqan deydi, bu ham? Unga picha bo'lib qoldi. Bu ham Akfaniki. Bularning narxi ikkovining narxi bir xil yuradi. Kvadratga nisbatan oladigan bo'lsak, derazalarniki $50, $45, $50 atrofida bo'ladi. Bir qavatlari. $50 atrofida. Eshiklarki $50-$55 atrofida chiqaveradi. $55 atrofida. Oynalar bir qavat bo'lsa. Bu yangi chiqqan antratsit, 306 deydi, xalq tilida Mokri deydi. Mokri. Bu firma, bu profilimizdan hamma firmalarda bor, ya'ni Akfada, Alubesda, Ekapenda, ya'ni boshqa yana ko'p firmalar. Bu hozir Ekapen firmasiniki. Buni ham sifati yaxshi va buni kvadrati bularga nisbatan $2-3 arzonroq yuradi. Buni rangi sal boshqacharoq bo'lgani uchun sal arzonroq chiqadi bunga nisbatan. Tushunarli. Bu profilimiz, bu laminatsiyalangan, alyuminning ustidan xuddi plastmassaning laminatsiyasi deydi, o'shunga o'xshagan laminatsiya yopishtirilgan bo'ladi. Laminatsiya profil bularga qaraganda qimmatroq yuradi. Yopishtirilgan hisobiga bu profilimiz bularga nisbatan qimmatroq yuradi. Ya'ni buni bu profildan eshik qilib, plastmassadan deraza qilsangiz, deraza bilan eshigingiz bir xil rangda chiqaveradi. Laminatsiya qilinganini evaziga. Bularning narxi где-то $60 atrofida chiqaveradi kvadratiga. Chiqaveradi kvadrat. Yaxshi. Endi bularimiz-chi? Bularimiz bu katta-katta romlar uchun chift quloq deydi. Katta-katta romlarda, baland-baland romlarda eshiklarning ikki yoniga, keyin romlar o'rtasini bo'lganda shundan foydalaniladi. Bu eshikni ochib yopganda eshiklarimiz, romlarimiz lo'mbillaydi, ya'ni zirillaydi. Shuni ushlab turadi bu. Romimiz asosiy suvaga deydi-yu. Suvaga bu. Bulari ya'ni balkon qanot deymiz buni. Katta-katta eshiklarda, aynalar ko'p joylarda hozir modaga aylanyapti, pastgacha aynak bo'lyapti. Aynak bo'lyapti. Shu aynalar ko'tarib turish uchun shunaqa balkon qanotdan foydalanamiz. Balkon qanotlarimiz shu og'irlikda yaxshi ushlab turadi. Endi derazalarimiz uchun asosiy eng yaxshi narsalardan biri bo'lgan asosiy mana plastmassa materialimiz. Bu materialimizni mana kamerasini ko'rsatadigan bo'lsak, bular 4 kamera. 4 kamera. Bu
6000 Quattro deydi. 6000 Triosi ham bor, ular jinday boshqacharoq. Bu 6000 Quattro, 4 ta kameralik. Bu ya'ni plastmassa deydi, o'zi metalloplast deyiladi bu. Chunki buni ichiga metallari tiqiladi. Buni metallari ham bor. Ko'rsataman hozir buni metallarini. Buni metallari mana shu narsa maytga tiqiladimi? Shu mana shu teshigiga tiqiladi metallari. Shu holatda qatirilib, ponni ramkaga aylantirib, ramkaga qatiriladi. Shu metallar ya'ni suyak hisobida ushlab turadi buni. Shu yerda buni. bitta savol bor-da, men tushunmayman, ko'pchilik ham balki tushunmas. 6 li, 7 li, 8 li yo 6,5 7 deb qo'yadi. U nimasi endi buni? Xo'p, endi buni santimetrimi? Santimetri, buni mana bu orqa tarafidan o'lchaganda bular hozir 6000 deymiz, 6000 Quattro. Mana shular 6 santimetr chiqadi. Buni 5800 ham bor, 6500, 7000. Ushlari shu joydan farqlanadi. 6 santimetrligini 6000 deyiladi, 6,5 santimetrni 6500 deyiladi. Keyin ularni bu stenkalarda ham, kameralarda ham farqi bor. Farqi bo'ladi. 5 kamera, 4 kamera, 6 kamera shunaqa ko'payib ketaveradi. Bu 6 ligimizni hozir narxi qanaqa endi buni? Bularimizni narxi $80 $100 chiqaveradi kvadrati. $80 $100 O'ziga qarab, keyin mexanizmli deydi ko'pchilik. Tepasi ham ochiladi. Qanotlari ochganda tepasi ham ochiladi-ku, o'shnaqalar bo'lsa yana ham qo'shilaveradi. Aynaklarni turiga qarab narxlar qo'shilaveradi. Dizayniga qarab, tushunarli bo'ldi. Bu oqti plastmassasi. Oq plastmassani mana obrazesi tayyor. Bular mana shunday payqalanadi, mana ichlarida temirlari bor. Bu Altaplast firmasiniki. Bu ham yaxshi firma. Yaxshi firma. Bularda ichlarida rezinkalari oddiy alyumin rezinkasiga qaraganda nima deydi, yumshoqroq bo'ladi. Zichlash, ya'ni havoni, shovqinni o'tkazishi ham kamroq bo'ladi. Bularda zichlik yaxshi edi bular. Bu rezinkalar, hali mashinaning eshiklarini rezinkasi bo'ladi, o'shunga o'xshab zich ushlab qoladi. Sovuqni, shovqinni o'tkazmaydi bular. Tushunarli bo'ldi do'stim. Ma'lumot uchun rahmat. Taxminiy. Bu yerda bir nima deysiz buni? Obunachilar eng qiziq joyiga keldik. Hali kulminatsiyasiga deydimi? Do'stim, bu Akfa'da, misol menga ham qiziqda, qanaqa pul endi bir daromadlar haqida ham bir aytaylik endi obunachilarga. Endi bu sohada ishlayotganlar qiziqadi, to'g'ri, boshqa sohadagilar ham. Endi bir hisoblab ko'rmaganmiz, oyiga muncha qoladi, muncha daromad qilamiz yoki muncha pul оборот qilamiz, uni hisoblab ko'rmaganmiz, chunki klientlardan pul keladi, olasiz, material olasiz, material olasiz, unga berasiz, bunga berasiz, o'zingizga qolgan oilangizga ishlatasiz, kerakli promotsiya qilasiz, boshqa qilasiz. Qancha qolishini hisoblamaganmiz. Menimcha bir $700-800 atrofida oyiga topsa bo'ladi bitta odam. Bitta odam, 700-800, вообще zo'r. Почти 12 oy davomida-da endi, ba'zida misol 800-900, ba'zida 500-600 bo'lsa, o'rtacha $700-800 shunaqa atrofida. Chunki hali avgustdan yangi yilgacha sezon payti bo'ladi bizda akfachilarda. O'sha paytda balki ko'proq bo'lishi mumkin. Bundan keyin hammada ham ish ozayadi. Shu yanvar, dekabr, yanvar, fevral, mart oylarida, oylarda ish ozayadi. Shuni evaziga ozroq bo'ladi. Shuni o'rtacha olganda $700-800 bitta odam topsa bo'ladi. Zo'r, juda ham zo'r. Quruq, toza joy, sen bo'ling sex uyingiz oldida juda ham qulay tomonlari. Bu taraflari yaxshi, chunki hali erta turib ishga borgunizcha vaqtingiz o'tadi. Boshqa joyda bo'lsa do'koningiz. Uyingiz oldida bo'lsa chiqasiz, ish qilasiz. Kech paytda erta sexni yopib, uyga boray demaysizda, ish to'xtatdingiz, kirib damda olaverasiz. Yoki ertaroqdan olishingiz mumkin. Shunaqa qulay taraflar yaxshi. Bo'ldi. Yana bitta savol oshna. Mana hozirda mana 7 ta Farruhbek siz bilan 9 ta odam ishlayapsizlar ekan. Yaqin 5 yoki 10 yildagi bir rejalar haqida ham bir qisqacha bir aytaylik, bir maqsadlar. Endi maqsadlar, rejalar ko'p. Avvalo Xudo. Rejalar oldimizga ko'p qo'yganmiz, yana bitta sex qilish. Shogird bolalar Xudo xolasa o'rganib, qo'lidan kelganlariga yana sexlarni ochib berish, ularni ko'maklashib, ularda o'sha akfachi bo'lib katta bozorga, ya'ni O'zbekiston bozoriga kirib ketish uchun shularga yordam berish niyatlarimiz bor. Mana ish jarayonlari ketyapti. Shogird bolalar hammasi o'zini ishini bilib qilishyapti. Degan berdi, sen qanaqa jarayonni qilyapsan endi ishni? O'rtani qatirish jarayoni. O'rtani qatirish jarayoni. Siz-chi shogird bola? Biz ham o'rtani qatirish jarayonini qilyapmiz. Bo'ldi, yaxshi.
Oyatullo, sen ishni qanaqa jarayonni qilyapsan, jarayonini? Bu qanotni ilish jarayoni. Ha, qanotni ilish jarayoni ketyapti bu yerda, zo'r. Naryoqda nechta bola ishlayapti? Bu yerda ishda 3 ta. Bu yerda 3 ta, bu yerda 3 ta. Bo'ldi, yaxshi. Bilan boshlab oldik. Endi mana shu akfa sexi, ya'ni akfa oshna mana birinchi loyihamizni siz bilan boshlab oldik. Endi mana shu akfa sexi, ya'ni akfa kasbini misol tanlamaganingizda qanaqa kasb egasi bo'lishingiz mumkin edi? Qayerlarga bir borib intervyular olishimizni xohlardingiz misol? Endi agar qiziqishlarimiz ko'p sohaga bo'lgan. Bundan akfa kuchliroq chiqdi. Bu sohani egalari, Xudoga shukr, Alloh nasib qilib turgan ekan. Endi agar akfa sohasi bo'lmaganda biz endi qishloqda yashaymiz. Hozir ham chorvamiz bor, chorvaga qiziqamiz. Yoshlikda. Hozir ham chorva bor. Shu chorvachilik sohasi, yana bir qiziqqan soham mebelchilik. Mebelchilik. Bu ham hali ko'p hali Yevroremont ishlarida qilib yursangiz, mebelchilar keladi, kukunli mebellar qo'yadi, boshqa mebellar olib kelishadi. Shunga ham qiziqqanman. Bo'ldi do'stim, bo'lmasam biz harakat qilamiz jamoa bilan, xudo xolasa yoki bir chorva egasi bilan, bir qanaqadir tadbirkor bilan yoki bir qanaqadir bir sexlar topib, bir intervyular olishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boringlar. Do'stim, bugungi suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling, ishlarga ajratib kelganlaringiz uchun sog' bo'linglar, ishlarga omad. Rahmat.